Bugun 2026-yil 3-aprel kuni shu yilning 28-fevral atrofida boshlangan va davom etayotgan AQSh-Eron mojarosi davomida AQShning A-10 Thunderbolt 2 Warthog qiruvchi samolyoti Fors ko'rfazi hududida Hormuz bo'g'ozi yaqinida Eron mudofaa tizimlari tomonidan o'qqa tutilib zarar yetkazilgan. Samolyot jiddiy shikastlangan bo'lsa-da qulamagani va uchuvchi uni jang hududidan xavfsizroq havo hududiga olib chiqishga muvaffaq bo'lgani. Undan so'ng katapulta qilib samolyotni tark etgani, keyinchalik esa sog'-salomat qutqarib olingani aytilgan. Ushbu hodisa ayni shu 3-aprel kuni AQShning F-15E qiruvchi samolyoti Eron hududida urib tushirilgani bilan bir vaqtda sodir bo'lgan. Unda ekipaj a'zolaridan biri qutqarilgani, yana biri bedarak yo'qolgani haqida xabarlar tarqagan. Hamda ayni shu uchuvchi uchun qutqaruv operatsiyalari boshlangani, operatsiya davomida ham kamida 2 AQSh vertolyoti eronliklar tomonidan zararlangani aytilmoqda. Bu voqealar AQSh va Eron mojarosining keskinlashganini ko'rsatadi. Bugungacha rasmiy tarzda 13 nafar AQSh harbiy xizmatchilari halok bo'lgani hamda taxminan 300-370 nafari yaralangani tasdiqlangan. Bugungi jarayonlar esa Eron havo mudofaa tizimlari hali ham faol va bir nechta AQSh havo vositalariga qarshi samarali zarba bera olish qudratini saqlab turganini ko'rsatdi. Ba'zi kuzatuvchilar esa yuqoridagi yo'qotishlarni ayni AQSh urush vazirining bir nechta uzoq yillik tajribaga ega yuqori martabali generallarni ishdan bo'shatgani bilan bog'lashmoqda.